boshqa blogerlar ham, aynan o'zim ham shunaqa etamiz. Bugun sotuvimizga obunachilar uchun shunaqa maxluq olib keltirdim. Aslida olib keltirish shunaqa bo'ladi. Davay. Mana olib keltirish bolalar. Davay. Mana obunachilar uchun olib keltirish shunaqa bo'ladi. Mana bu monsterga, texnicheskiyga, saloni, внешний vidiga, tashqi ko'rinish va boshqa дополнительный установкаga $46,000 ketgan. Bugun sotuvimizda Nissan Patrol Gotovый proyekt. 1992-yil, probeg 150,000 kilometr, liftovka qilingan, spesialniy diska balonlar taqilgan, plus zapaska ham именно shu diska baloni bilan turibdi. Akustik sistema ham navarrochniy qo'yildi. Safarga chiqqan yilida, ovga chiqqan yilida mazza qilib yurishinglar uchun. Endi har doimda yuringlar, salonini ko'rib chiqasizlar. Tanka bilan farqi yo'q bu avtomobilda. Oldi tomonda esa qaranglar, hamma datchiklar, monitorlar qo'yilgan. Даже датчик давления в шинах, пониженная передача, гидроусилитель, hammasi как положено ishlab turibdi. Реально сказочный внедорожник. Шнорkelni ham qaranglar. Bilmaganlar internetdan so'ranglar. Bilganlar kommentga kirib yozinglar, nima uchun bu truba turibdi. Va like tirs esinglardan chiqmasin. Narxiga keladigan bo'lsa, $12,000 ga naqd pul shtir qilib olishinglar mumkin.